Hop, deflektorda svet kuyib qoldi, ichidagi lampochkasi kuyib qoldi. Endi buni almashtirish kerak. Shuni atverga tiqmasdan ochishni o'rgatib qo'yaman shu. Hop, mana birinchi abadogini chiqarib olish kerak bo'ladi. Buni uchta tomonida tili bor. Bunga atverga tiqish shart emas. Masalan, bitta chiqarish uchun ikki chekkasini ezasiz, chiqadi. Endi bu tomonni ezasiz, chiqadi. Bo'ldi, shu bilan chiqdi. Endi mont tortasiz. Chiqib kelaveradi, bu rezinkali. Hop, diod mana bu plastmassa ichida joylashgan bo'ladi. Buni ham torta olasiz. Buni o'zi diod almashgan ekan ham. Simi yo'g'onroq ekan, qolaveradi bu. Bu yerdan chiqarib olamiz. Kerak emas. Biz boshqa sim tortib, boshqa diod qo'yamiz. Bo'ldi, shu bilan ramchka chiqadi. Qanaqa chachgan bo'lsangiz, endi xuddi shunaqa yig'ib qo'yasiz. Shu bilan ish hal. Bu joyiga, bu primoy joyiga, buni tiliga qarab turib, bu joyiga. Bu oson narsa.